Bu 30-й ayol bo'lsalar kerak. Bizda очень интересная ситуация, попозже с вами будем делиться. Как мы здесь видим, аномалия врожденный порог развития. Одна маточка, bitta matka, и вторая маточка. Ikkita matka va bitta sheyka. Shunaqa bo'lishiga qaramasdan, patsientkamiz уже bitta tuqqanlar va bizga ikkilamchi bepushtlik bilan обращаться qilganlar. Bularda operatsiya bo'lgan. 2005-yilda turmush qurmasdan oldin chap tuxumdon va chap truba qaysidir sabablarga ko'ra olingan, diagnoz ikki xil yozilgan. Периоперитонит, гемосальпинс, разберемся. Здесь выраженный спаечный процесс именно o'ng matkani oldida, o'ng tarafda tuxumdon bor, juda ham chiroyli tuxumdon. Значит, o'ng tarafdan xudo xohlasa ovulyatsiya bo'lsa, видите, да, какой красивый яичник, много фолликул. Yoshlariga nisbatan juda ham chiroyli tuxumdon, yoshlari 38da вот такая аномалия развития. Это не двурогая матка, это вот отдельно полноценная ikkita matka.